Antoine Griezmann yakshanba kuni Atletico Madrid muxlislari bilan juda ta'sirli tarzda xayrlashdi. MLS ligasi vakili Orlando City klubiga o'tishidan oldin o'z uyidagi so'nggi o'yinini o'tkazgan fransiyalik futbolchi klub safidagi 100-golli uzatmasini amalga oshirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi. Jamoa darvozaboni Yan Oblak o'yindan keyingi tabriklarda yetakchilik qilib, Griezmann o'zining yorqin faoliyati davomida oltin to'pni qo'lga kiritishga loyiq bo'lganini ta'kidladi. O'zining 500-uchrashuvini o'tkazgan 35 yoshli futbolchi 21-daqiqada Ademola Lookman uchun hal qiluvchi pasni uzatib, Girona ustidan 1-0 hisobidagi g'alabani ta'minladi. Ushbu uzatma uning qizil-oq libosdagi 100-assistiga aylandi. Griezmann klub safida jami 212 ta gol urishga ham muvaffaq bo'lgan. Garchi jamoadoshlari unga xayrlashuv goli uchun imkoniyat yaratishga urinishgan bo'lsa-da, afsonaviy hujumchi o'zining so'nggi uy uchrashuvida gol ura olmadi.